ülke bo'ylab kezar so'lim qaynab kuz. Quyoshning o'ziday yorqin parlaq kuz. Bir yillik mehnatning jo'shqin fasli bu. Mevalari oltin, paxtasi oq kuz. Qish bo'yi yer sho'rini 40 yo'la yuvib, yerning qat-qatiga zavurga quvib, bevaqt yomg'irlarda, sellarda unib, yong'oqday kesakni ko'sakday chuvib, dalalar bag'rida yelding yel kabi. Tuproqqa mehnating o'sha sel kabi, zahmatkash paxtakor, boboyi dehqon, manglaydan ter to'kding butun el kabi. Umrim oddiylardan ko'ra oddiyroq deb yozgan edi ustoz Mir Temur. Holbuki ayni shu oddiylikda o'zbekona ruh, go'zallik, ulug'vorlik bor bo'yi bilan namoyon bo'ladi. Mir Temur o'zining oddiylaridan ko'ra oddiyroq umrida o'zbek adabiy olamining yorqin namoyandalaridan biriga aylandi. Roziman, rizoman o'la o'lguncha, xalqim deb o'ldim. Xalqim nima bo'lsa men o'sha bo'ldim. Yuragim bo'g'ilma, o'rtanma buncha. O'zimga xiyonat qildim-u aksar, xalqimga xiyonat o'ylaganim yo'q. Mening yuragimni teshib o'tdilar, xalqimga otilgan talay o'q. Qancha yo'llar bosdim, gohida toldim, lekin xalq nomiga yuqtirmadim gard. Faryod solar chog'da jim bo'la oldim, xalqim dardi, dil o'rtagan dard. Xalqim etagida yetdim voyaga, xalq bilan kuldim, bardoshim so'z bermas deyman qoyaga. Roziman o'lguncha, xalqim deb o'ldim. Temirning g'aroyib hayoti, betakror ijodi haqida, uning beg'ubor va yuksak qalbi, toshqin tuyg'ulari yu dardlari va mashaqqatlari haqida shoirning she'rlari so'zlab turadi. Bu satrlarda tirik qalb yashaydi. Bu satrlar ortida Mir Temurning nurli chehrasi, beg'ubor yuragi, bu yo'ldan har zamon o'tganing mahal bir jilmayib qo'ygin savob bo'ladi deganday bizlarga qarab turadi. Ulug' o'zbek shoiri Mir Temur 1910-yilning bug'doy pishig'ida Turkiston shahri yaqinidagi Iqon qishlog'ida tug'ilgan.